I love these Yo'l moments with o'rtasida you. boshlangan Me too, muhabbat. every second. Yomg'irli tong, ko'chalar hol, osmon tutunli. Men ishga kech qolayotgandim. Qo'limni ko'tarib taksi chaqirdim. U kelgan zahoti salonga o'tirdim. Rulda o'tirgan yigitga ko'zim tushgan zahoti yuragimda nimadir o'zgardi. Jigarrang ko'zlari, sal jilmaygan lablari begona emasdek tuyuldi. Qayerga boramiz? Dedi u tovushi sokin, yoqimli. Manzilni aytdim, lekin endi menga boradigan joydan ko'ra yonimda kim borligi muhimroq edi. Mashina harakatga tushdi. U oynadan ko'chani kuzatar, vaqti bilan menga boqib jilmayar edi. Ko'nglim allaqachon bir hislarga berilgan. Gap orasida ismini aytdi, Akmal. Men esa o'zimni tanishtirdim. Yo'l davomida suhbatimiz jonlandi. U taksichilikni vaqtincha qilayotganini, aslida rassomlikka oshno ekanini aytdi. Ba'zida yo'lovchilarning qalbiga ham rasm solib ketkim keladi, dedi u kulib. Men esa jimgina jilmaydim, men allaqachon yuragimga uni chizib bo'lgandim. Tumanli shahar chekkasidagi manzilga yetib kelganimizda, yuragim unga bog'lanib ulgurgandi. U ham jim qoldi, mashinani to'xtatdi. Hali ketmoqchimisiz? Dedi ko'zlarimga qarab. Men esa javoban faqat boshimni chayqadim. Bu safar yo'lning oxiri emas, yangi bir bosqichining boshlanishi edi. Akmal mashinani to'xtatganidan so'ng u bir lahza menga tikildi. Yomg'ir asta-sekin to'xtab, oynadagi tomchilar quyosh nuri bilan porlay boshlagan edi. Salonda yumshoq musiqa yangrayotgan, yuragim esa unga qarab tobora tez ura boshlagan. Bir joyda qahva ichib olamizmi? Dedi u ovozida entikish bor edi. Boshimni qimirlatib rozilik bildirdim. U mashinani burib, kichik, sokin bir ko'chada joylashgan, zamonaviy, ammo tinchgina kafe tomon yo'l oldi. U meni ehtiyotkorlik bilan qo'limdan ushlab ichkariga yetakladi. Uning qo'li issiq, ohangrabodek edi. Ichkariga kirganimizda atrofda hech kim yo'q edi. Bu jimjitlik bizga o'z dunyomizni qurishga imkon bergandek edi. U menga qarab jilmaydi, so'ng stulni surib o'tirishga taklif qildi. Qahvalarimiz kelguncha ko'zlarimiz bir-biridan uzilmasdi. Uning har bir harakati, har bir so'zi yuragimda aks-sado berardi. Qahva iliq edi, ammo uning nigohi yuragimni undan ham issiqroq isitdi. Men seni ilk bor ko'rgan zahoti yuragimda nimadir o'zgarganini his qildim, dedi u asta. Men jim edim, ammo ko'zlarim aytayotgan edi, men ham. U qo'limni ushladi. Nafaslarimiz yaqinlashgan edi. So'zlar keraksizga aylangan, yuraklarimiz esa bir-birini eshitayotgan edi. Shu lahza oramizda sukutdan kuchli aloqa paydo bo'ldi. Unga engil bosh egib, yelkasiga boshimni qo'ydim. Yuragi urayotganini eshitib turdim. Bu yurak endi menga tegishli edi. Kafedan chiqqanimizda yomg'ir to'xtagan, shahar sokin tortgandi. Akmal menga qarab jilmaydi. Yana biroz birga bo'lishni istayman, dedi u ohangida ehtiros aralash entikish bor edi. Men javob bermadim, faqat nigohim bilan ha dedim. U qo'limdan tutdi, bu gal yanada mahkam. Mashinaga o'tirdik. Uning kvartirasi shaharning chekkaroq tumanida edi, sokin, begubor joy. Yo'l davomida ikkalamiz ham jim edik, lekin bu sukut oramizdagi kuchli tortishuvdan dalolat berardi. Kvartiraga kirganimizda havoda biror narsa o'zgarib ketgandek bo'ldi. U paltomni asta yechib oldi, ko'zlarimga qarab. O'zimga yaqinroq his qilmoqchiman seni, dedi ohista. Men yuragimning qanchalik tez urayotganini his etdim. Uning qo'llari belimdan ohang bilan o'tdi. U meni divanga yetakladi. Yorug'lik yarim xira, musiqa fon sifatida foniy haqiqatdan uzoqlashtirardi. Uning lablari peshonamga tegdi, keyin sekin yuzimni silab bo'yin tomon tushdi. Nafaslarimiz aralashdi. Qo'llari harakatda, yuraklar esa ehtirosda birlashgan edi. Vujudimda iliqlik to'lqini taralayotgandi. U meni bagriga oldi. Hamma narsa asta, mehr bilan tushunib harakatlanardi. U bizning yaqinligimizni shoshilmasdan, har daqiqadan bahra olib ichdan yashay boshladi. Har bir nafas, har bir teginish yuraklarimiz ohangida edi. Tong yaqinlashayotgan edi, u esa yonimda. Nafaqat jismonan, balki ruhiy jihatdan ham menga yaqin bo'lganini his qilardim. Seni uchratganim taqdirning eng go'zal sovg'asi, dedi u pichirlab. Men esa uni bagrimga mahkam bosdim. Bu kecha nafaqat badanlar, balki qalblarning birlashuvi edi.
Ertalab derazadan tushayotgan quyosh nuri ko'zimni ohista ochishga majbur qildi. U yonimda edi. Uxlayotgan bo'lsa-da, labida begubor tabassum, qoli esa hali ham belimda tinch yotar edi. Uning yuragi sokin urayotgan bo'lsa-da, har zarbasi yuragimda aks-sado berardi. Men asta yuziga tikildim. Bu kecha, bu tun men uchun hayotimdagi burilish nuqtasi bo'lgandek edi. Uning yonida o'zimni to'liq qadrlangan va muhabbatga to'la his qilardim. Nafaqat qiziqish, balki yurakdagi ehtiyoj ham edi bu. Akmal ko'zlarini ohista ochdi. U jilmaydi, qo'llari bilan yuzimni siladi. Bu tush emasligini bilish naqadar yoqimli, dedi u pichirlab. Men boshimni uning ko'ksiga qo'ydim. Nafas olishi, yurak urishi, issiqligi hammasi meni tinchlantirar, shu bilan birga hayajonlantirar edi. Endi qayerga boramiz? Deb so'radim asta. U boshimdan opdi. Yuragim qayerga olib borsa o'sha yerga. Va agar sen ham men bilan bo'lsang, har qanday yo'l chiroyli bo'ladi. Biz birgalikda nonushta tayyorladik. U tuxum pishirar, men esa choy damlardim. Bir-birimizga kulib, gohida begubor teginishlar bilan yurakdagi iliqlikni namoyon qilardik. Oddiy harakatlar ham bu safar boshqacha tuyulardi, sevgi bilan to'la. Tong asta kunga aylandi. Endi bu munosabat tasodifiy bir kecha emasdi. Bu yurakdan boshlangan, kechasi ehtirosda, ertalab esa ishonchda davom etayotgan bir sevgi edi. Biz nonushta qilib, xotirjam suhbatlashayotgan paytda telefonim titradi. Ekranga qarasam, erim deb yozilgan. Yuragim gursillab ketdi. Bu nomni ko'rgan zahoti, kechagi tun, bu ertalab Akmal bilan o'tkazgan har lahzam birdan boshimda aylana boshladi. Qo'lim titrardi. Akmal ko'zlarimdagi o'zgarishni sezdi. "Yaxshimisiz?" dedi u yumshoq ovozda. Men javob bermasdan telefonni ko'tardim. "Qani o'zing? Tushdan beri qo'ng'iroq qilyapman. Ishga ham bormabsan. Xavotirdaman, nimadir bo'ldimi?" dedi u, tovushida chinqiriq aralash xavotir bor edi. Men sukut saqladim. Bu daqiqada ikki olam orasida edim. Biri yuragimni uyg'otgan Akmal bilan kechgan halol, chin hislar. Ikkinchisi esa mening qonuniy, lekin sovuq uzoqlashgan turmushim. Hamma narsa joyida. Biroz dam olay deb do'stimgilarnikiga chiqqandim. "Menga oldindan ayt, iltimos. Bilasan-ku, sendan xavotir olaman." U jim qoldi. Men esa ovozimda turgunlik saqlashga urindim. "Mayli, kechirasan. Ertalab kelaman." Qo'ng'iroq tugaganida Akmal jim qarab turardi. Uning ko'zlarida savol, yuragida alam bor edi. "Bu sening turmush o'rtog'ingmi?" dedi u ohista. Men boshimni quyi solib, "Ha" dedim. Bir necha lahza sukut. So'ng u yonimga o'tirib qo'limni ushladi. "Men senga yuragimni berdim. Lekin seni hech qanday do'pposlamoqchi emasman. Faqat bilgin, men seni kutaman. Qanchalik og'ir bo'lsa-da." Yuragimni ko'z yoshlarim bosdi. Bu oddiy sarguzasht emas edi. Bu hislar to'foni edi va endi men tanlov oldidaman. Tushdan keyin uyga qaytishga tayyorlanayotgan edim. Akmal meni ko'zlari bilan kuzatar, lekin hech narsa demasdi. Yuragim esa ichimda yiglayotgandi. Unga xayr deyishga yuragim chidamasdi. Eshikni ochib chiqqanimizda pastda bir mashina to'xtagan edi. Men tanidim. Bu erimning mashinasi edi. Ko'chaga chiqqanimda u mashinadan chiqdi. Ko'zlari qizargan, nigohi shubha va gazabga to'la edi. Orqamda Akmal turardi. Shu lahza osmon jim bo'lib qolgandek tuyuldi. "Demak shunaqami?" deb baqirdi u, "Mana nima bilan band ekansan?" Men jim qoldim. Hech qanday bahona bu holatni oqlay olmasdi. Akmal oldinga chiqdi, lekin ovozini past saqlab gapirdi. "Iltimos, baland ovoz qilmang. Hamma narsa men va u orasida. Aybdor bo'lsam menman. Uni ayblamang." Erim unga oqrayib qaradi, so'ng menga tikildi. "Men seni sevganman, ishonganman. Endichi, bu nima? Yolg'on, xiyonat?" Men ko'zlarimga yosh to'lib, "Men sen bilan yashadim, lekin yuragim qayerdadir yo'qolgan edi. Uni men bu yigit bilan topdim. Men ham o'zimni tushunmayapman." Hamma jim qoldi. Ko'chada shamol esdi. Faqat uchta yurak bir-biriga qarama-qarshi urib turardi. Erim boshini quyi soldi. So'ng qattiqroq ovozda, "Tanla.
Endi yoki men bilan uyga qaytasan, yoki u bilan qolasan. Ikkovimizni ham aldab yashay olmaysan. Akmal bir qadam orqaga chekindi. Uning ko'zlarida nafrat yo'q edi. Faqat tushunish va yurakni achituvchi muhabbat. Men esa turgan joyimda qotib qolgandim.